Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz umurtqali hayvonlarning xilma-xilligi. Baliqlar, amfibiyalar va reptiliyalar bilan tanishib chiqamiz. Xordalilar tipi 3 ta kenja tipga bo'linadi. Bosh tiklisizlar, lichinka xordalilar va umurtqalilar kenja tiplariga. Birinchi kenja tipimiz bu bosh tiklisizlar. Lansetniklar sinfidan boshladik. Asosan lansetniklar dengizlarning sayoz qismida qumga ko'milib yashaydi. Og'zida paypaslagichlari bo'ladi, suvdan chiqib turadi va og'iz qismi o'sha demak paypaslagichlari bilan ta'minlanganligi hisobidan demak og'iz qismi o'sha suvdan tashqariga chiqib turar ekan. Demak tanasi uzunligi 5-8 sm, orqa va dum suzgichlariga ega. Ushbu rasm bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Mana tanasi o'sha dengizning sayoz qismidagi qumga ko'milgan holatda turganligini rasmda ifodalangan. Lichinka xordalilar kenja tipiga atsidiyalar, saliblar va apendikulyariyalar sinflari kiradi. Ular qanday tuzilishga ega? Lichinka xordalilar tanasi silindr yoki bochka shaklidagi dengiz hayvonlari. Lichinkalar erkin suzib yuradi, voyaga yetganda o'troq hayot kechira boshlaydi. Demak, vakillariga atsidiya, saliblar va apendikulyariyani misol keltirishimiz mumkin. Umurtqalilar kenja tipi plastinka jabralilar sinfi. Demak, akulalar va skatlardan iborat. Akulalar, misol uchun tikanli akulani oladigan bo'lsak, uning kattaligi 100 cm, kit akulasi esa 15-20 metrni tashkil etadi. Ular asosan yirtqichlar hisoblanadi. Demak, baliq, mollyuskalar bilan oziqlanadi. Lekin kit akulasi planktonlar, mayda baliqlar va ularning tuxumlari bilan oziqlanar ekan. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Kit akulasi va tikanli akula rasmlarda ifodalangan. Demak, skatlar tanasi yassi, suv tubida yashashga moslashgan, uzunligi bir necha santimetrdan to demak 5-6 metrgacha yetadi. Ko'krak suzgichlari bilan harakatlanadi. Asosan mollyuska qisqichbaqalar bilan oziqlanadi. Mana e'tiboringizga demak bir qancha demak skatlarning turlari rasmlarda ifodalangan. Demak, manta bu skatlar orasida eng yirigi hisoblanib, dengiz shaytoni, ya'ni manta ham nomlari ostida kelyapti. Tanasi kengligi 7 metrni, og'irligi esa 3000 kilogramga yetar ekan. Demak, o'sha skatlar orasida eng yirigi ham hisoblanadi. Demak, skatlar orasida elektroskat degan tur bor ekan. Bu tanasini ikki yonida elektr ishlab chiqaruvchi organlarga ega bo'ladi. Demak, bu ham o'zini bir himoya qilishdagi bir moslanish desak bo'ladi. Mozaikali skatni ham e'tibor qilishingiz mumkin. Xuddi o'sha demak mozaikalarning shaklini eslatib turibdi. Shula qanotli baliqlar sinfi. Lososimonlar turkumi. Suyakli baliqlar suyak tangachalar bilan qoplangan. Tangachalar o'sib, yillik halqalarni. Ular yordamida baliqlarning yoshini aniqlash mumkin. Baliq terisida juda ko'p bezlar bo'ladi. Bu bezlar shilimshiq modda ishlab chiqaradi va suzayotgan baliq tanasini ishqalanishini kamaytiradi. Lososimonlar vakillariga demak syomga, lasos, keta va forel baliqlarini rasmlarda ifodalab o'tdim. Tanishib o'tishingiz mumkin. Karpsimonlar turkumi. Karpsimonlar turkumiga asosan bizda demak zog'ora baliq, tillarang baliq hamda oq do'ngpeshona baliqlari keltirilgan. Asosan O'zbekiston suv havzalaridan baliqlarning 25 ga yaqin turi kashf qilingan ekan. Masalan, Farg'ona vodiysida 2021-yilda yangi Farg'ona yalang balig'i baliqlarning demak suzishda ishtirok etadigan juft va tog' suzgichlari mavjud. Keling ular bilan tanishib chiqamiz. Demak, baliqlarning juft suzgichlariga
ko'krak va qorin. Tog' suzgichlariga orqa, anal va dum suzgichlari kiradi. Ayni paytda baliqlarning 36,000 turi bor. Baliqlarni o'rganuvchi fanni, demak, ixtiyologiya deb atalar ekan. Amfibiyalar dumlilar, dumsizlar va oyoqsizlar turkumlariga bo'linadi. Dumlilar turkumlari asosan demak salamandralar va triton berilgan. Demak, bu yerda dumsizlardan perin yashil qurbaqasi, oddiy kvakша, ko'l baqasi va yana oyoqsiz turkumiga demak halqali cherviyaga misol keltirilgan. Keling, demak, amfibiyalar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Yashil qurbaqa. Yashil qurbaqa terisi baqanikiga nisbatan quruq va dag'al. Ushbu rasmda ifodalangan rasmga e'tibor berib ketishingiz mumkin. Orqa oyog'i kalta, qurg'oqchilikka chidamli. Kechasi faol bo'ladi, terisida sassiq modda ishlab chiqaradigan bezlar bor. Bu nima uchun? Albatta, o'zini himoya qilish vositasi hisoblanadi. Amfibiyalarning 8500 ga yaqin turi bor. O'zbekistonda 5 ta tur uchraydi. Shulardan biri perin qurbaqasi 2019-yilda Navoiy viloyatida aniqlangan. Mana ushbu qurbaqaning rasmini ham ifodalab o'tdim. Tanishib o'tishingiz mumkin. Reptiliyalar, tangachaliklar, toshbaqalar va timsohlar turkumlariga bo'linadi. Tangachaliklar turkumlariga eldam kaltakesak, echkemar, urchiqsimon kaltakesak, dengiz iguanasi, sitsingikoni, charxilon, qora ilon, suv ilon, qumbug'ma iloni va boshqa bir qancha ilon turlarini kiritishimiz mumkin. Reptiliyalar asosan quruqlikka to'liq moslashgan hayvonlar, terisi jarohat va qurib qolishga qarshi muguz tangachalarga ega. Toshbaqalar va timsohlarda teri ostida suyak plastinkalari bo'ladi. Demak, toshbaqalar turkumi haqida gapiradigan bo'lsak, toshbaqalarni yelka va qorin tomoni muguz va suyak bilan qoplangan qalqondan iborat. Ushbu toshbaqalar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, fil toshbaqasi, O'rta Osiyo toshbaqasi va terili toshbaqalari rasmlarda ifodalangan. Timsohlar turkumi reptiliyalarning oyoqlari aynan ikki yonda joylashgan. Aynan timsohlar turkumi ham reptiliyalarga mansub bo'lib, yurganida qorni yerga sudraladi. Ilonlar ayrim kaltakesaklarda, misol uchun sariq ilon va urchiqsimon kaltakesaklarda oyoqlar yo'qolib ketgan. Aynan amfibiyalar va reptiliyalarni o'rganuvchi soha bu gerpetologiya fani ekan. Eslab qoling, ushbu demak e'tiboringizga timsohlar vakillaridan, ya'ni turkumlari vakillaridan Nil timsohi va gavial rasmlarda ifodalab o'tdim. Tanishib o'tishingiz mumkin. Albatta, bu yerda bemalol farqlab olish mumkin ekan, chunki Nil timsohi alohida bir ko'rinishga ega, gavial esa alohida bir ko'rinishga egaligini bemalol farqlab olishimiz mumkin. Bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.